tug'iladi. Siz o'z juftingizni qanday tanlaysiz? Siz o'z turmush o'rtog'ingizni qanday tanlaganman deb o'ylaysiz? Katta ehtimol bilan tasodifan uchrashganmiz deb o'ylashingiz mumkin. Lekin aslida bugun siz bilan hamnafas bo'layotgan, bugun siz bilan bitta yo'lda umr yo'ldosh bo'lib yashayotgan inson bu. O'z ota-onangiz bilan munosabatingizning bir davomidir. Siz ongli yashashni boshlashingiz bilan tushunishni va his qilishni boshlaysiz. Aslida juftingizni ham shunchaki tanlamaganligingizni. Qachondir bu ssenariy yozilganini, qachondir bu obraz sizni hayotingizda, ildizingizda borligini, ongli hayotga o'tgan sari siz his qilishni boshlaysiz, ko'rishni boshlaysiz. Aslida kimga muhabbat qo'yganingizni. Biz hamisha ko'rganlarimizga, bilganlarimizga oshiq bo'lamiz. Bizning hayotimizga kimdir tasodifan kirib kelmaydi. Bizning hayotimizda bo'layotgan voqea hodisalar tasodifan bo'lmaydi. Har bir so'zimiz, har bir ishonchimiz bizni avlodlarimiz bilan ko'rinmas iplar bilan bog'lab turadi. Sizningcha muhabbat qayerda tug'iladi? O'z javobingizni his qilib, albatta yo'llaysiz.